Okalar, bugun sizlarga bitta kichkinagina chiroyli layfhak. Qaranglar. Mashinada pedal bor. Bosamiz. Oxirigacha bosdik. 100% ochilishi kerak. Bu mashinada 70% ga yetar yetmas. Buni muammosi oddiygina shu polikdir. Polik pedal orasiga qisilib qolyapti. Shu narsani chiroyli kesib tashlash kerak bo'ladi. O't, mana qaranglar. Mana joyi qisilib qolgan. Mana joyi bo'lsa, tormozda ko'p ishlagani uchun chochilib ham bunaqa ezilib ketgan. Olib tashladik. Mana 100% bosilyapti. O't, mana bosildi oxirigacha. Okalar, injektor, programma shart emas. Birinchi bu mashinani o'zini sharoitini yaxshi qilib olsa, mashina cho'tib yuradi, xudo xolasa.